Toshloq tumanida odamlar va hayvonlar o'rtasida quturish kasalligi tarqalishining oldini olishda favqulodda vaziyatda davlat quyi tuzilmalari xizmatlarining hamkorlikdagi harakatlari mavzusida ko'rgazmali amaliy seminar tashkil etildi. O'quv mashqining nazariy qismi tumandagi 16-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazildi. O'quvchi yoshlarning hayvonlarda kuzatiladigan quturish kasalligi hamda kasallikni hayvondan insonga yuqish sabablari, uning salbiy oqibatlari borasidagi bilim ko'nikmalarini oshish maqsadida ochiq darslar tashkil etildi. 5-6 sinf o'quvchilari o'rtasida rasmlar tanlovi hamda yuqori sinf o'quvchilari ishtirokida zakovat o'yini uyushtirildi. Shuningdek, kelajagimiz egalari o'rtasida bu kabi salbiy oqibatlar va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha suhbatlar o'tkazilib, o'quvchilarning qiziqtirgan savollariga mutaxassislar javob berdilar. Seminar doirasida tumanning Guzarboshi mahalla fuqarolar yig'inida daydi va qarovsiz qolgan hayvonlarni tutish, shu bilan birga uy hayvonlarini ro'yxatga olish, quturish kasalligiga qarshi emlash, guvohnoma berish, quturish kasalligi gumon qilingan hayvondan laboratoriya tekshiruvi uchun namunalar olish tadbirlari tashkil etildi. Shuningdek, hayvon tomonidan jarohatlangan fuqaroga kasallik yuqishining oldini olish yuzasidan antirabik yordam ko'rsatish jarayoni amalda namoyish etildi. O'tkazilgan o'quv mashqi yakuni bo'yicha Toshloq tumani favqulodda vaziyatlar davlat quyi tuzilmalari xizmatlari odamlar va hayvonlar o'rtasida quturish kasalligi tarqalishi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga tayyor deb baholandi.